Uydagi katta kichigiga birdek yoqadigan nima taom tayyorlasam ekan deb o'ylab o'tiribsizmi? U holda ushbu mazali italyancha yopiq pitsalarni tayyorlab bering. Ishoning, 5 daqiqada ushog'i ham qolmaydi. Demak, oshirma xamir uchun idishga 300 ml iliq suv, 1 osh qoshiq shakar, 1 choy qoshiq tuz, 5 gram quruq dro'jja solib, hammasini aralashtiramiz. Men doimgidek Baker Dream dro'jjasidan foydalandim. So'ng elakdan oliy navli sifatli turon unidan oz-ozdan qo'shib, xamir qorishga kirishamiz. Ushbu xamir uchun men taxminan 400-450 gram un sarfladim. Xamirga orada 3 osh qoshiq zaytun yoki pista yog'ini qo'shib o'ramiz. Tayyor xamir silliq, qo'lga yopishar-yopishmas yumshoqqina bo'lishi lozim. Zuvalamiz usti yopiq holda 1 soat issiq joyda oshiriladi. Oshib chiqqan xamirni bir xil uchta zuvalaga bo'lib, yana 10 daqiqa tinishini kutamiz. Ana endi tingan zuvalarni bittadan kattaroq, lekin juda yupqa qilib olmasdan ochib, yarmiga 2 osh qoshiq ketchup, kolbasa, ozgina to'g'ralgan bulg'or qarampiri va zaytun solamiz. Men atborni o'zimga juda ham yoqadigan mazali alikop zaytunlaridan foydalandim. Endi rayhon barglari va yaxshi eriydigan mozzarella pishlog'ini qo'yib, xamirni yarim oy shaklida yaxshilab yopishtirib tugib olamiz. Albatta, yopiq pitsamizning ichidagi nachinkasi uchun o'zingizlar yoqtirgan boshqa mahsulotlardan foydalanishingiz mumkin. Tugilgan kalsonilarni pishiriq qog'ozga qo'yib, pishib ketmasligi uchun ustini vilka bilan sanchib chiqamiz. So'ng ketchup surib, ozgina qattiq pishloqni qirg'ichdan o'tkazib sepforishimiz kerak bo'ladi. Buni oldindan 200 darajada qizib turgan duxovkada taxminan 15 daqiqa pishirib olamiz. Pishib chiqqan kalsonilarimiz juda ham mazali, sochli, eng asosiysi to'yimli bo'lib chiqadi. Albatta, sizlar ham ushbu retsept bo'yicha tayyorlab ko'ringlar. Barchalarga yoqimli ishtaha.